Bu 30 yoshli yigit internet endigina paydo bo'lgan paytda kitoblarni onlayn sotish haqida o'ylaydi. Atrofdagilar esa uni aqldan ozgan deb hisoblashadi. Yaxshi maoshli ishini tashlab, garajda ish boshlaydi. O'zini birinchi saytini ishga tushiradi. Dastlab atigi bir nechta kitob sotiladi. Lekin bu yigit shuni his qiladiki, bu hali boshlanishi. Aksiga olib muammolar boshlanadi. Hech kim onlayn xarid qilishga ishonmaydi. Investorlar bu loyihaga pul tikishmaydi. Do'stlari esa ustidan kulishadi. U esa taslim bo'lmaydi. O'z mahsulotlarini shaxsan qadoqlaydi. Har bir buyurtmaga e'tibor qaratadi. Har safar sotuv oshganida u yangi narsa qo'shadi. Dastlab CD va DVDlar, keyin esa elektronika va kiyim-kechaklar. Birinchi 4 yil davomida u hech qanday foyda qilmaydi, lekin 5-yildan savdolari raketadek uchishni boshlaydi va bugun u butun dunyo e'tiborini qaratgan kompaniyaning asoschisiga aylangan. Bu inson Jeff Bezos, Amazon kompaniyasining asoschisi. Bu yili bu kompaniya yiliga $620 milliard foyda qilgan. Xulosa shuki, biznes g'oyangiz atrofdagilarga kulgili tuyulayotgan bo'lsa ham, uni amalga oshirishni davom ettiring. Agar siz ham biznes boshlamoqchi bo'lsangiz va nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, unda kommentariyalarda biznes so'zini yozib qoldiring va men sizga 2025-yilda trendga chiqadigan eng zo'r 10 ta g'oyani tashlab beraman. Tekinga